Bizani kuzatib, like bosib qo'ygan obunachilarimizga Nazarbek tekstildan 65 mingga tayyor patkulik uchastka topib qo'ydim. Okalar, 1.4 sotuvga tushgan 5 xona bo'pti. Bitta bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafimizga bitta tapchan qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana zinadan pastga tushsanglar, bitta podval bo'pti. Bu yog'imizda bizani bitta oshxona bo'pti, ko'rishingiz mumkin. Ixchamgina chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Bitta ziloniy zonasi, tashqarida bitta hojatxona bo'pti. Okalar, 1.4 sotuvga tushgan 5 xona bo'pti. Ko'rishingiz mumkin, katta ko'chaga 50 metr bo'pti. Bu yoq tarafimiz tekstil maktab ko'cha 5-maktab bo'pti. Maktab bog'chalar yaqin. Okalar, bu mahallada gaz, svet, suvlardan muammo yo'qdir. Egalar tomonidan ichkariga kirib remontlarni, planlarni ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, uy ichiga kirganimizda bizani bitta ixchamgina bitta hol bo'pti, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga bitta televizor qo'yib, bemalol divan kreslolari qo'yib qo'ysanglar, zal hisobiga ham o'tib ketadi. Okalar, bu yoq tarafimizni ko'rishingiz mumkin, bitta spalni bo'pti, ichida sanuzellar, hojatxonasi bor ekan. Radiator, suprikollar qilib qo'ygan ekanlar. Remontlarni chiroyli qilib, polni pishganishdan qurganman dedilar. Bu yoq tarafimizni ko'rishingiz mumkin, bitta zal bo'pti. Zalni ham chiroyli qilib remont qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoq tarafga televizor qilib, stol-stullar qilib qo'ysanglar, mehmonlar bemalol uyalmasdan kutib olasiz. Okalar, bu yoq tarafini ko'rishingiz mumkin. Yosh kattalarga bitta xona, xolasizlar bitta detskiy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yorug'lik bor ekan. Xo'p, bu yoq tarafi bizning uyimiz ichida bitta hojatxona, hammom bo'pti. Bu yoq tarafimiz bizning bitta buni ham bitta xona span. Qadrdonlar, shu uchastka kimgadir ma'qul bo'lgan bo'lsa, shundan like bosib, Nazarbek tekstildan uchastka qidirib yurgan okalarga shunday tashab qo'yinglar. Okalar, 65 mingga shunday bosib o'rgangan joyi bo'ldi.